Siz turmush o'rtog'ingizni oddiy qabul qilishingiz mumkin, ammo xayrli juft ko'p bo'ydoqlarning va qizlarning orzusidir. Balki sizni joningizdan to'ydirgan farzandingiz bordir, ammo farzand ne'matini orzu qilganlar qancha. Yashayotgan uyingiz kichiklik qilar, ammo bir boshpanani bir umr orzu qilib o'tganlar bor. Har kuni tahoratingizni o'zingiz qilayotganingiz va sog'lom tanangiz sizga oddiy tuyular. Ammo sizdek sog'lom bo'lish barcha bemorlarning orzusidir. Sizni holdan to'ydirib yuborgan ishingiz siz uchun bir muammodir. Ammo bir rizq topish uchun ish barcha ishsizlarning orzusidir. Erkin, xo'r ekanligingiz, istagan joyga bora olishingiz oddiy tuyular, ammo qamoqdagi mahkumlarning orzusidir bu. Amallab topayotgan pulingiz sifatli va so'nggi rusumdagi narsalarga yetmas, ammo bo'ynigacha qarzga botib eski kiyimda yurganlarning orzusidir sizni holatingiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymon ikki qismdir. Yarmi sabrda, yarmi esa shukurda deb marhamat qilganlar.